Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, navbatdagi avtomobilni sizlar uchun tayyorlab qo'yganman. Demak, MIC platformasida yig'ilgan va dunyoning xavfsiz avtomobillaridan biri hisoblangan Jag GS6 crossover hisoblanadi. Bu crossover 1.5 turbinali motor bilan jihozlangan, 180 ot kuchini tashkil etadi va benzinda harakatlanadi. Bor yo'g'i 100 km ga 6.9 litr benzin sarflaydi. Eng yuqori komplektatsiyada ko'rinishiga gap bo'lishi mumkin emas. Hozir salon qismini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Salon qismi juda ham ajoyib, juda ham zo'r. Barcha qulayliklarni o'z ichida jamlagan. Koja perforирован hisoblanadi. Orqa tomonida ham joylari juda ham keng. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu crossoverning narxi hozirgi kunda 313 million so'mni tashkil etadi. Agar sizga qiziq bo'lsa, ushbu crossover albatta pastdagi raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi.